Ma xemiyen bulutni chiqirib bersam, rost ashunda bek yaxshimi debsizlar. Manda shu chizning ichini sizlar pokiz deb o'ylaysizlar shunda. Men hozir yana bir qilib sinab qilib beray, obdan ko'ringlar. Mushunda shu chizning ichini teshin tozalashga veshi foydasi bor meniki. Ko'rdinglarmi? Mening ichidan chiqayotgan narsa ko'rdinglarmi? Bir qism o'yinlarmizda shu chizning ichi shashidining farqi yo'q. Aşı turbining chumakning atrofini ko'gilmaydi, maylashanga, meynechilik chashning qilay, uning qilib, buning qilay. Qandam ko'nglingni ko'tarib ashada bijmini yuvib tarab qildigansizlarmi shu turbining chumakning beshini ham shu chizning ichida bek pokiz tutinglar. Eng meyit odam deganniki qashin chiroyli sizvagan odam emas, shu chizningki ichini bek pokiz tuqadimni anadiki biz chiroyli pokiz desak bo'ldi. Bu chiroyliqqa, pokizlikqa numar qo'yishda chuqur tozliqdan boshlaymiz uni. Qashni sizib olsa, chashni chiroyli tarab olsa chiroyli bo'lmaydi. To'g'rimi, xatomi?